Shunday tekis yer edi. Yer edi, ha. Noldan bitirib chiqdik. O'ylanishmasin, qisqasi noldan bitirib chiqdik. O'shanga qarab, nima deydi, narxini aytsam, bo'lib ketmaydi-da. 0 joy tushgan rasxotini shunga qarab arzon bo'lgan, arzonga bitgan. Bu hozir shifrimiz bir tarafdan yaxshi, qalin shifr, lekin buni mana shu issiqda shifr rosa qiziydi. Ikkiga salqin tushganda ham qora sovmay turaveradi-da. Issiq bo'lib turaveradi. Mana bu shifrni hozir patolog qilmasak, patolog qilmaydigan bo'lsak, shifr issiqni berib turaveradi pastga. Mana buncha demaylik, masalan, men premenni hisob-kitob qildim. Endi premenni masala qilib hisob-kitob qildim. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, chorva oshqozlari, biz muntazam ravishda kuzatib borayotgan aka-ukalarimiz. Akalar, enchidanmi kutayotgan bir noodatiy videomiz va xudo xolasa o'zi videoni boshidan bilgan bo'lsangiz kerak. Akalar, enchidan birin niyat qilib turgan bir videomiz bor. Xudo xolasa boshladik. Akalar, bugun hafta kuniga payshanba 1-may barchamizga boshlangan oy, boshlangan kun fayzli barakatli bo'lsin deya biz videolarimizni Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sariq qishlog'idan arzonchi, optimchi akalar qo'ralardan xudo xolasa mana bunday yangisidan boshladik. Abdulbar akamizni qo'ralardi, yangi bitgan qo'ralardan. Assalomu alaykum. Abdubarakat so'msiz, charchama qo'ralar bitirib oldingiz. Enchidanmi akalar videolarni olib esdan ham chiqib qolibdi. Uning uchun ming bozi xudo xolasa 2 martami video qildik orada qo'ralarni mana bunday bitirib olibdi akamiz. Endi bularda qo'ra qanchaga bitgan, qanaqa tarzda bitgan, narxlari, oxirlarini xudo xolasa hamma ma'lumotni to'liq berishga harakat qilamiz akalar. Videoga bitta like bosib, kanalda ham bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin akalar. Unda biz videolarimizni boshladik. Hop, Abdulbar aka, birinchi qaydan boshlaymiz? Qo'rani uzunligidan boshlayveraylik. Bunaqasi qancha metr? Qo'rani uzunligi Nuriddin boshda ma'lumotni beramiz. Bu narxini aytishdan oldin boshidan boshlaylik. 0 dan boshlagan bo'lsak, bu qo'rani shuni mana shu 0 edi. 0 edi. 0 yer edi. Yer edi, ha. Mana shu mana devorlar ham yo'q, qo'rani orqasidagi boshqa mana to'ridagi devor ham yo'q edi. Bu ham devor yo'q. Mana shu qisqasi shunday tekis yer edi. Yer edi, ha. 0 dan bitirib chiqdik. O'ylanishmasin, qisqasi 0 dan bitirib chiqdik. O'shanga qarab, nima deydi, narxini aytsam, bo'lib ketmaydi-da. 0 joy tushgan rasxotini shunga qarab arzon bo'lgan, arzonga bitgan yoki qimmatga bitganligini obunachilar baho berib qo'yasizlar. Bu tagidagi akalar, bu stashka ham yo'q bo'lgan, oddiy 0 yer bo'lgan, xudo xolasa haligi ekin ekib turilgan yer bo'lgan. Joy bo'lgan. 0 dan ko'taring akalar. Hozir narxini aytib o'tamiz akalar, o'zlariga baho berib qo'ysin 0 dan ko'tarilgani uchun. Xo'p, aka qaysi tomondan boshlaymiz? Nuriddin, bu taraf qo'rani, mana shu qo'ran chekkasidan boshlab nari qo'ran chekkasigacha 13 metr. 13 metr. 13 metr. 13 metr. Bu tarafniki 12 metr. Bu tarafga qaraganda 1 metr kichkina. 1 metr kichkinaroq, ha. Bu yog'i molxona bor. Ha, molxona, og'il bor ekan bu yog'i. Bu yog'i qo'yga mo'ljallangan akalar qo'ramiz. Xo'p, bu narsa endi keldi-ketdi qo'y uchun mo'ljallangan. Misol uchun, hop, bu yeri bor, manasi ozgina haligi pastroq keldi-ketdi. O'rtani bo'lingan sababi nimaga baland qilinmagani sababi biz savdo bilan shug'ullanamiz. Qo'y keladi, 2 kun, 3 kun turadi, ketadi. O'shaning uchun sal pastroq, havo ham aylanishi yaxshi. O'sha keldi-ketdiga mo'ljallanganda. Endi aka bunaqa qo'ra qilib, misol uchun mana shu 12 metr deyapsiz, 12 metrlik qo'ra qilib turib, hali qiladigan odamlar ham bor. Misol uchun bitta qo'ra 15 ta qo'ydinda hali qilib turib, boqada qildi bor. Ular qanaqa tavsiya berasiz? Misol uchun bu kattaroq qo'y boqsa, bu pastlik qilish mumkin. Ha, bunday qiladi. Masalan, mana kirib ham ko'rsatib ketay. 50 ta, 60 ta qo'y boqadigan odamga mana uni maslahat beramiz, sal balandroq qilinsa, shilaka blok urilgan bunga, ustidan rodmi tortilgan. Shilaka blok bitta, ikkita shilaka blok qo'shilsa, mana qo'y qo'zi olib kelib turib, boqib turib, masalan, katta bo'lgandan keyin qo'y nariga qo'raga sakrab o'tib ketib, yo boshqa bo'lmaydi. Bu akalar keldi-ketdiga mo'ljallangani uchun pastroq qilingan bu qo'ramiz. Buni ham haligisini
balandligini o'lchab qo'yinchi metrda. Xo'p, buni balandligi 80 ekan. 80, salkam 80. Bu 82 ga bitta shlaga blogimiz 20 chiqsa 110 da 110 deng. Ha, 110. 110. Nimagaki hozir buni yer bitta shlaka blok tagida qolib ketgan. Ha, bu Qo'rani ichiga mo tuproq tashalgan-da. Ha, haligi Bitta shlaka blok, ha, bitta shlaka blok tagida qolgan. tagida qolgan. Ha. Akalar, demak tavsiya berasizki, misol uchun bitta shlaka blok o'lchashadi, misol uchun bunga yana ikkita qo'ysalaring, qo'y kattaroq bo'lganda, misol uchun nari qo'rg'a sapchi o'tib ketmasligi uchun haligi devor bo'ladi. Yana bitta eslatma akalar, bu qo'ramizni bu yoqdan ko'rinishi endi mana narsaga aka. Ha, to'g'ri gapirayotgan bo'lsa, mana narsaga yana bitta qo'shib qo'ysa, beydan ham oshib ketadigan o'ylab bo'ladi-da. Bizniki to'g'risi gap qo'zi olib kelamiz, yemlab boqmaymiz-da. Aqda qo'ralamiz, o'zimiz ham qo'y boqamiz. Balandroq, bunisi ham balandroq, bunisi ham balandroq. Nimagaki biz qo'zi olib kelamiz, qo'zi beydan chiqib ketolmaydi, sakrab. Beydan ham o'tolmaydi. Qo'zi olib kelib ketadi. Keyin u o'zimiz ham boqamiz. Masalan, odamlar bo'ladi. 50 ta, 60 ta, 100 tagacha qo'y boqaman, yemlab boqaman deydigan odam bo'lsa, masalan, buni ham balandroq, manoni ham sal manoni uzunroq qilib turib, managa ham bitta, yo'qsa manoni o'zini balandroq qilib qo'yilsa, katta qo'y bo'lib chiqib ketmaydi. Qo'zi sakrab chiqib ketolmaydi beydan. O'shaning uchun bitta qilingan, buni ham pastroq qilingan. Yemlab boqaman, 50 ta, 60 ta deydigan akalarimiz bo'lsa, hammaga yana bitta qo'shib qo'ysa, sakrab chiqib ketmaydi. Sakrab chiqib ketmasligi uchun himoya vazifasini o'tab turadi. Mana eshikni ham ozgina kattaroq qilasizlar. Bu narsasi ham, mana narsa ham hozir qo'zalik chiqib ketolmaydi. Endi boqadigan akalarimiz o'zlari bilishadi. Bundan ham sal haligi kattaroq mustaqil variantdan qo'ygan yaxshi. Xo'p, demak aka, oxirlarni ham anaqalarni o'lchab ketdingiz hozir. Oxiri 30 sm. Xo'p, kengligi 30. Kengligi 30. Bunaqasi qancha? Asha tushishligisi. Xo'p. Bu 20. Bu 20. Chuqurligi 20. Chuqurligi 20, bunaqasiga 30 akalar. Endi bu kengliga qo'ygan mo'ljallangan asli boqiladigan qo'ylar ham tushaveradi. Ozgina berilgandan keyin yemni shunday solsangiz, yevolishadi o'zlari. Bunaqasiga ochishligi qancha ekan? 25. Bu 25 ekan. Qo'ydi kallasi xotirjam chiqaradi. Katta qo'ydi ham, qo'zini ham kallasi. ham o'ylanmay qo'radi, xudo xolasa. Qilishaveradi. Xo'p, endi buni yerdan balandligi qancha tushyapti? Mana qo'rani haligi chiqitmasliklari uchun. Xo'p. Buni yerdan balandligi mana tashkamini orasi 33 ekan. 33. 30 bo'lsin hammalarni. 30 bo'lsin, qo'y chiqitmaydi. Tagidan 30 dan qo'y chiqarmaydi. Nima yoki eng kichkina qo'zini ham bo'yi 65-60 chiqadi-da. Kichkina qo'ylar. Endi misol uchun bunga sig'maydi. Demoqchimizki, mana shunday holatda bo'lsa yaxshi bo'ladi. Endi qo'ra qilayotgan akalarimiz o'zlariga moslab ketishaveradi birinchidan. Shunaqa. O'zlariga moslab ketishaveradi. Oxirlar menimcha normal deb o'ylayman. Nimaki, hop, 30 ga 20 chiqdimi? 30 ga 20. 30 ga 20, chuqurligi 20. Chuqurligi 20 chiqdi. 30. Endi undan oshib ketadigan bo'lsa, haligi qo'zi boqsa, mana intilib haligi bo'lib qolmaydi-da, to'g'rimi? O'sha ma'noda ham aytib ketamiz. Endi aka, hop, endi aka buni uzunligi qanaqa chiqadi bunaqa balandligi? Hop, sheperdan yergacha 260. Ha, bu mana haligina strapldan yergacha. Mana strapldan, mana strapl tepasidan yerigacha 260. Bu yergacha 260. 200 esa 3 atrofida chiqadi, общий. Mana bilan hisoblasangiz, misol sheper bilan hisoblasangiz shunaqa 3 ga boradi. Yo'q, bunday bo'ladi. Bu qo'ramiz hali yakunlangani yo'q, ozgincha rasxoti bor. Mana shipirimiz issiqni o'tkazmasligi uchun mana strapldan o'lchayapman hozir. Straplni tepasida o'lchayotgan sababi ana shungacha bekiladi. Patolog bo'ladi. Patolog bo'ladi hali bu. Patolog bo'ladi. Endi o'shani eslatib o'tmoqchi edim. Akalar, bu yozgi kunda bu shipirni o'zida qo'ylar issiq bermaydi pastga degan akalarning savol tug'ilayotgan bo'lishi mumkin. Bunga qanaqa puk, ya'ni innovatsiya yechim bo'lib qoldi. Bu hozir shipirimiz bir tarafdan yaxshi, qalin shipir, lekin mana shu issiqda shipir rosa qiziydi, keyin salqin tushganda ham qo'ra sovmay turaveradi-da. Issiq bo'lib turaveradi. Mana shipirni hozir patolog qilmasak, patolog qilmaydigan bo'lsak, shipir issiqni berib turaveradi pastga. Pastga issiq berib turaveradi. Bunga qo'ylar qiynaladi. Ventilator qo'yamiz hali beyga, sovutgich qo'yiladi.
havo aylanib turish uchun mana yerga dimikhod qo'ymaganmiz bu qo'raga. Bunga keragicha ventilyator buni issiq to'sish uchun patolog qilinadi. Xo'p, aka endi ichiga kirib biz bunaqasini o'lchab ketamiz. Har bir qo'rani ichini. Qo'rani ichimi bunaqasi? Qo'rani kengligi buni 12 metr bu tarafniki. Xo'p, o'pish 12 metr bo'lsa 3 ga bo'lingan. 3 ga bo'lingan. 4 metrdan. 4 metr. Bitta qo'ramizni eni 4 metr, bu yog'i 3 metr. 3 ga 4. 3 ga 4 bo'lgan. Hop. Bunaqasiga akalar 3 metr, bunaqasiga 4 metr. 4 metr, ha. Hamma qo'ra bir xil bo'lardi. Bir xilda bo'ladi. 12 metr. 12 metr bo'lingan akalar. Hammasi qo'ralar. O'g'irda razmeri ham, eshik razmeri ham, shu birinchi qo'ramini hammasi bir xil. 12 metr to'rga bo'rilgan, qo'raning ichi ham, mana o'g'iri ham bir xil. Bir xil. Hammasi bir xil chiqqan. Endi hop, yana bitta savol. Bu yoq 13 metr bo'lsa, ana shu qo'ra kenga o'xshayapti. Ashuni ham bir hop ko'rsatib ketaylik. Ana Nuriddin, bu qo'ramiz 5 metr bo'lgan. Bu 5 metr. Ha, 13 metrligini sababiga 1 metr bu qo'raga qo'shilgan. Birinchi qo'raga 5 metr bo'lgan. Endi aka yana bitta savol aka. Aka endi misol uchun nechta sig'adi bu qo'raga qo'y degan savol ham bo'ladi. Xo'p, primenni Nuriddin, mana 5 metrli qo'ramizga 20 ta 25 ta qo'ysa o'radi. 20 ta 25 ta qo'ysa o'radi. Asli haligi sosani sig'averadi, lekin mana oxiriga sig'may qoladi. Hashaga ish kerak. O 20 ta borsa 25 tagacha qolmasangiz, mana oxirida hammasi hashaga yeyiladi. Endi aka bu boqadoq akalarimiz qurishsa, misol uchun boqadoq akalarimiz qurishadi. 15 ta qo'y solishsa, mana shu oxiri xotirjam sig'averadi. 15 ta qo'y solishsa, xudo xolasa qo'ylar semirgan paytda ham, o'sgan paytda ham xotirjam keng mo'l bo'lib yemni yeyveradi. Yemni yeyveradi, tushaveradi. Endi aka bitta narsa ko'pchil haligi oxirda temirdan quryapsiz-a? Temirdan quryapti. Endi yog'ochdan qurilibdi. Temirda qanaqa ziyoni bo'lishi mumkin? Endi o'shani ham bir ziyonidan hali qilsangiz. Endi taxta, xo'p. Endi ziyon bo'ladi demayman temirdan bo'lsa. Ziyon bo'ladi demayman. Nimaga ziyon? Cho'ntakka ziyon-da? Cho'ntakka ziyon. Cho'ntakka ziyon. Xo'p. Endi biz bunaqa qilganimiz sababi temir oxirida mahkamlashga o'ylandik, birinchidan. Ikkinchidan, keyin biz akalarimizga maslahat beramiz. Temirdan ham qilinsa ham bo'laveradi. Temirdan ham bo'laveradi. Turibdi oxir. U oxirlardan. Unaqa temir oxirlarimiz ham ko'p. Shunaqalardan qotirib qo'ysa ham bo'laveradi. Qarang, mana shuni ham shunday ko'rsatib ketay akalar. Bulardan ham qotirsangiz bo'laveradi. Endi bitta narsa akalar, keldi-ketdi qo'ylarga paqirlab tosh yurmasdan mana akalar, montaj qilib qo'ygan ekan suvlarni. Bu ham tushar ekan mana akalar. Bu ikkita oxirimiz suvarish uchun adashmasam. Qo'ylarni masalan chiqarib, shuni chiqarib yuboriladi. Bitta qo'rani chiqaramiz, suvni ichadi, qolmaymiz, nari qo'rani chiqaramiz. Shu suvni ichadi, kirib ketadi. Shunaqa keldi-ketdi qo'y, shunaqa bo'ladi. Xo'p, endi bularga ikkita qo'ramiz qanchadan tushgan? Bu 5 metr bo'lsa, u 5 metr bo'ladi, 4 metrdan tushgan. 4 metrdan tushgan ekan. Xo'p, buniki ham mononikiga o'xshagan balandligi bir xil buni. Balandligi hammasi bir xil. Balandligi bir xil. Buniki haligi, demak, porchkani ochib ketishibdi. Porchka ochib ketilgan, bu yerda havo xotirjam aylanadi, keyin o tagidan dimikhod ham ochib ketilgan. U pastda dimikhod ham bor ekan mana. Pastda dimikhod ham ochib ketilgan. Bularda muammosi yo'q. Ventilyator qo'ysa ham bo'laveradi, qo'ymasa ham bo'laveradi. Bu tarafga ventilyator qo'ymasa bo'lmaydi. Nimagaki bu yerda ochilmagan. Demakki ozgina ochilgan ekan, xolos. Ham bekilib ketadi patologda. Ham bekilib ketadi. Bu yerga dimikhod ochmaganimiz sababi Nuriddin. Xo'p, bu taraf o'zimizning uyimiz. Bu taraf qo'shnimniki. Endi qo'shniga ziyonimiz tegmaslik kerak. Shundan o'yladik. O'shancha ochmadik. Bu yerga ventilyator qo'yib bir amallaymiz. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi hammasi. Endi siz o'zingiz masalan, obunachilar o'zingiz uyingizga qo'ra qurmoqchi bo'lsangiz, shunaqa ikkita dimikhod 4 metrga pastiga ikkita dimikhod, tepasiga bitta portchka yetadi. Uyingizga, o'zingiz uyingizga qiladigan bo'lsangiz. Qilinmagani sababi akalar qo'shniga ziyon tegmasligi uchun endi nima desam bo'ladi? Bu yoqda o'zi qo'yni boqsangiz ham mana hid urib turadi-da, dimikhod bo'lsa ham shunaqa, masalan, qo'yni hidi bo'ladi endi, qo'yni mana go'ngini hidi bo'ladi, boshqani hidi bo'ladi. Qo'shninikiga birov chaqirib shunday kirganda hidi urib berib turmas kerak-da, o'shancha
Dimot qo'ymadik. Hamma haligi nima desam, hammani o'ylagan holatda qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Birovga ziyonimiz tegmasa yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Endi yana nima qoldi? Narsasi bu yoqqa svetdan ham qo'yib qo'yishibdi. 3 ta qo'raga qo'ydik. Zaruratdan qo'yimiz hozir yo'lda kelyapti. Xudo xolasa ertaga videomiz chiqadi. Nariga ko'proq qo'yimiz kelyapti. O'zi qo'y ko'payib ketganidan qayerga qo'yishni bilmasdan bu qo'rani ham qildik. Xudo xolasa nari tarafdagi qo'raga tushiramiz. Mabodo degan joyga sig'may qolsa, shayga ham qo'maveramiz degan maqsadda suvitni bugun abetgacha o'rnatib qo'ydik. O'rnatib qo'yildi svetimiz. Aka, mana shu o'rtacha mana svetni narxi qanchaga tushdi? Hop, aka qanchaga tushdi endi примерно? 3 ta 6 ta olib kelibsiz mana svetdan. Ha, примерно svetni donasi 45 ming so'mdan. Lekin u 40 ming so'mdan qilib berdi 6 tasini oldik. 6 tasi 40 ming so'mdan. Bu bitta yoqib qo'ying, shunda ko'raylik. Haligi kechqurun yorish uchun aka iloji boricha videoda qo'yib ketamiz. Agar kechqurun chiqmasa, hop, kechqurun yorishlarni ham iloji boricha qo'yib ketamiz mana akalar. Normal yoritadigan lekin. Kechqurun bu hozir bilinmaydi, lekin kechqurun 6 ta suyut yoqsam, mana bu yoqqa sho'radi. Xudo xolasa yarki bo'lar ekan. Yarki bo'ladi. Kechqurun yoqib ko'rdim. Chiroyli bo'lar ekan. Chiroyli yarki bo'lar ekan. Endi akalar bu svet boqadoq akalarimiz qurishi mumkin. Bu svetdan haligi kechqurun mabodo kech qolib ketib, misol uchun yemini kechroq hali qilgan ham yorug' bo'lib, yorug'siz ushlab berar ekan xudo xolasa. Xotirjam. Hop, endi akalar bu razvedka ham qo'yib ketilgan orada endi misol uchun ehtiyojlar bo'ladi. Beyda qo'yni junni olish mumkin, junni olish mumkin. Endi bu masalan har bitta haligini qo'rani o'rtasiga razvedka qo'yib ketganimiz sababi asli masalan qo'y boqadigan odamga bu razvedkaga ehtiyoj bo'lmaydi. Masalan biz keldi ketdi qo'y deyapmiz. Qo'y keladi, 100 ta qo'y keladi, qo'raga qomab, mana yerda yungini oldiramiz-da, mashinkada yungini oldiramiz. Uning uchun tok kerak. Tok kerak. Tok endi bundan udinedini qilib tortib olish mumkin. Pastroqqa 6 ta 7 ta odam oladi. Masalan, baydan 2 kishi tortadi, mana yerda olaveradi. Narisini 2 kishi tortib, baydan olaveradi. Ulardan ham 2 kishi bo'lib tortib olishaveradi yungini, qo'yiladi yungini. Uning uchun ham tok kerak. Hop, endi aka nima o'z qoldi? Sekin qo'ra bitgan narxga o'taveramiz. Endi общий gapirib qo'yaman. Hozir endi video ham ozgina cho'zilib ketdi. Oxirigacha ko'rishga ko'pchilik toqati ham hali bo'lmaydi. Hop, endi aka endi Nuriddin primerniy narxini aytib ko'ring. Общий taxtasi qanaqaligi ketgan narsasini aniqmaydi. Hop, mana buncha demaylik. Masalan, men primerniy hisob-kitob qildim. Endi primerniy masala qilib hisob-kitob qildim. 45 million bilan 50 million o'rtasida. 45 million bilan 50 million atrofida. Endi akalar o'zi jicha-bichalik bo'lgandan keyin bu pullarni ham qo'yilsa, o'shuna 50 million atrofiga borib qoladi. Hop, mana patolog qildiraman bunga. Patolog qildiraman. Bu qo'ramni narx patolog qildirasiz. Yana mayda-chuqur rasxoti bor qo'rani, haligi nima 100% bitga yo'q hali qo'ra. Hali 100 ga yo'q. Aytaman 45 million bilan 50 million o'rtasida. Hop. Xudo xolasa bir 50 million oshiqqa qo'ra xudo xolasa bitadi 100%. 100% bitadi. Endi bitta savol aytdik, boshida ham aytdik. Narxiga akalar ko'pchilik o'ylanib qolyapti. Bu aytganlaridek stashkasi ham ichida noldan qurilgan qo'ra. Misol uchun u yoqda darvoza qilingan pulni mashaydi. Stashka qilingan nechidir kubda. Necha kubda stashka qilingan bitta narsa pinablok bilan urilgan, Hop. Nuriddin, to'ridagi pinablok emas, o'zimizda g'ish. Ikkiga manaqa qo'ran orqalari bor, mono qo'ran orqasi bilan, nari qo'ran orqasi ash boshni oxirigacha o'z oyoq rozmen tortilmagan. Pinablokdan qilingan ekan. So'z isbot bilan ko'rsatib ketaveray. Hop, mana ekan pinablok. Hali jafot bo'lmayotgan. Pinablokdan qilingan. O'shani hisobiga ham misol uchun hali yeb bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi ba'zi bir akalarimiz shlagablok tavsiya qilishadi. Shlagablok aka aytganingizni shipir isib berganda, u ham u yoqdan quyoshsa issiqni ovolatda kechki paytga berishni boshlaydi deydi. Shunaqa endi kimga qanaqa shlagablokdan bo'lsa ham bo'laveradi. Biz endi bizga ma'qul kelgani pinablok bo'ldi. Pinablokdan qildik. Xo'p, patolog qildiramiz. Ana mana deb 50 million 55 millionga tushadi. Ikkiga biz 3 ta usta ishladi, to'xtamay. 3 ta usta qancha bitta primerni hozir primerni mana shu
Bitta usta hozir bitta odam o'rtacha Ustani puli ham kiradi 50 millionning ichida. 50 millionning ichida ustani puli ham kiradi. O'shani Ustani aytib puli ham qo'yay. ketadi, ha. Ustani puli ham normal pul bo'ladi. Ha. Masalan, Bittasi usta odam bo'lsa, fasonlik emas, usta odam bo'lsa 300 mingdan ishlaydi. kuniga 300 ming. Kuniga 300 mingdan pul ishlaydi masalan. Ha. To'g'risini aytaverish kerak, mana shu yerda 3 ta usta ishladi, kuniga 300 ming so'mdan pul. Xo'p, bu qo'ramiz. Necha kun mana shuni qanchadan bitirdilar? Общий mana shu tagidan 0 dan uni ko'targanlar. Xo'p. Nuriddin to'g'risi hozir kellayam joyida emas, to'g'risi necha kun ishlagani aniq mas'ul lekin 9 million ustani ustani o'ziga usta puli bir 9 million ketdi-da. 3 kishiga bo'linadi. 3 kishiga bo'linadi endi. Uni masalan usta ishlab endi bir 7 kunmi, 8 kun ishlagan bo'lsa kerak. Borg'ana 10 kun ishlagan bo'lsin. 10 kunda mana shu akalar mana shu qo'ramiz bitgan. 10 kun ag'bag'ida. Endi o'zimiz ham harakat qildik deydi. O'zlaring ham ustalar ketgandan keyin masalan ustalar ana shu turishini bitirib ketgan xolos-da. Mana shu nima deydi? Mana shu stoykasini qo'yib shipirigacha bitirib ketgan mana u ustalar, mana ustun bo'lgan xolos-da ustalar. Bitirib ketgan ustalarda. Oxirini o'zlari mana oxirini boshqa usta chaqirib qilingan, masalan, boshqa masalan 1 kun qilingan mana shu oxirda 6 ta qo'rani oxirini boshqa usta chaqirib 1 kun qilingan. 1 kun qilingan. Mana stashkasini quyib ketgan. Mana boshida birinchi 0 dan boshlagan ustalar mana shu Pinablov devorini urib, mayda duvoy devorlarni urib ko'tarib chiqqanda, keyin uni ustiga qo'ra qilib, qisqasi mana o'rtada mana bo'lingan joylar ham yo'q edi. Mana mashina narsalar ham yo'q edi. Tagida mana shu stashkalarni mana ularni quyib, mana ustunda o'zini shipirgacha ko'tarilgan mana narsalar oxirlar bo'lmagan. Aytayapman, mana shu narsa bor edi xolos, mana shu narsalar bor edi xolos. Masalan, ustalar bo'ldi, bitta ketdik deganda, mana shu narsalar bor edi xolos. Keyin ustalar ketgandan keyin 1 kun mana oxirini ustalar qildik. 1 kun chaqirdik, 1 kun oxirini bitta usta boshqa usta qildi. Shunaqa qilib, mana o'rtasini o'zimiz urdik. O'zimiz urdik o'rtasini. O'rtasi Shlakablokdan bo'lgan-da shu. O'rtasi Shlakablok urdik, ha. Keyin 1 kun mana montajiga chaqirdik. Montaj ham bor. Montajni endi o'zingiz qila olmaysiz. O'zingizni qo'lingizdan kelmagandan keyin bitta usta chaqirar ekansiz, iloji yo'q. Iloji chaqiriladi. Montajini qildik. Ammo u narsani ham o'rganib qo'ygan yaxshi akalar, 7 kishiga 40 hunar oz deganday. Uni ham ko'rsatib qo'yganlari yaxshi bo'ladi. Demak, o'rtacha 50 million atrofida rasxod ketgan. Akalar, shu joyda video tugatamiz. Iloji boricha akalar, qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni yetkazib berdik. Qaydir yozib chiqib qolmadi, xudo xolasa hamma yo'g'ini ma'lumot. Xudo xolasa kimdir shunaqa qo'ra qiladi. Kimdirdir 13 metr emas, 20 metr bo'ladi. Uzunroq bo'ladi misol uchun. Kimdir joyi torroq bo'lsa, mana 12 metr bo'ladi. 12 metr bo'lsa, mana shunaqa qo'ra tushishi mumkin. Bo'lmasam, joyi undan ham kamroq bo'lsa, 12 metr emas, mana shu ikkita qo'ra ham tushishi mumkin. Masalan, ikkita qo'ra ham tushishi mumkin. Ikkita qo'rani ham shunga mana shu meshidan bu yog'ini mana shunaqa qilsa bo'laveradi. Endi kimgadir akalar foydamiz teggan bo'lsa, akalar bitta like bosib qo'yasizlar. Kimdir bitta qo'ra qilishi mumkin. Hammada har xil holat. Hammada har xil holat bo'ladi. Mana shunday qo'ralarni qurmoqchi bo'lsalar akalar, hammaga ham nasib qilsin. Xudo xolasa qo'raga bir baho berib qo'yasizlar. Idealniy, xudo xolasa qo'ra bo'pti. Videoda qanaqa ko'rinyapti bilmayman, lekin shunday kirsangiz, mana edi akalar, qo'ylarni chiqarib berib, bo'lar ekan. Baylar xudo xolasa qo'ylar yo'lda kelyapti. Bu partiya qo'ydi. Sheyga tushirmoqchimiz, xudo xolasa. Bayda yangi video bo'ladi, xudo xolasa. Ertaga yangi qo'radagilar mashaydi bir. Xudo xolasa yangi qo'ramizda narxlar ham bir o'zgacha bo'ladi. Xudo xolasa birinchi qo'ylarimizni xudo xolasa arzon qilib berib qo'yincha yangi qo'rada yengil qilib berasiz. Arzon qilib beramiz yangi qo'rada. Arzon qilib beriladi, xudo xolasa akalar. Hammaga ham akalar mana shu qo'ralardan nasib qilsin. Kimgadir manfaatli video bo'lgan bo'lsa akalar, like bosib qo'yasizlar akalar, mana shunday qo'ra qurmoqchi bo'lgan akalarimizga, do'st birodarlarga tarqatib qo'yish esdan chiqmas. Yana bitta narsa esdan chiqib qolibdi.
Mana shu 6 ta qo'ramiz ha. Ha. 6 ta qo'ramiz. Mana shu obyektimiz. 6 ta qo'ramiz 45 million, 50 millionga tushgan bo'lsa, masalan 50 millionga deylik. Ha. Mana shu patologiya bilan bitishiga 50 millionga tushsin deylik. 50 millionda bitta qo'ra qilmoqchiman deydigan odam bo'lsa, Ha, masalan, shunday. ha. Ikkita qo'ra qilmoqchiman deydigan odam bo'lsa, 50 millionni shuni bo'linsa, Ha. 50 millionni masalan 6 ta qo'raga bo'linsa, 50 millionni 6 ta qo'raga bo'linsa, bitta qo'raga qancha ketganini chiqadi. Ha, bo'linsa. Shunga qarab, ha. Shunga qarab, masalan, ikkita qo'ra qilmoqchi odam bo'lsa, haligi joy torroq degan. 50 millionni 6 ta qo'raga shuni bo'linsa, bitta qo'raga qancha ketgani chiqadi. Ha, chiqadi. Endi agar Mo'ljal, hamma ham menimcha. bunaqa narsa qilmaydi. Misol uchun endi ahvoli kimdir sharoiti bunday, kimdirdagi bunday. Misol uchun endi hozir aynan mana shunaqa suyutlardan qo'yilmasa, endi misol uchun yoritib qo'ygan suyut qo'yilsa, misol uchun rasxoti azroq ham bo'lishi mumkin. Endi aka 50 millionni mana stashka qilmaydi qoldilar. Bu suyutni o'zida nimaga qo'yganmiz? Bu suyutni hamma ham masalan bizga o'xshab kechqurun tashak bermaydi-da qo'yga. Masalan, ertalab, obedda kechqurun beradi. To'g'rimi? Qorong'i shomda, shom paytda beradi, qo'yni ko'zi ko'radigan paytda beradi, yeydi qo'y shu. Qo'yni agar kechqurun suyut yoqib qo'yadigan odam bo'lsa qo'yga, bunday dumaloq lampochka ham bo'laveradi. Nimagaki biz bu katta lampochka qo'yganimiz sababi ertalab biz bozorga chiqamiz. Ertalab ozonda 2 da, 1:30 2 da turib bozorga qo'ylarni qodini to'ygizish kerak. Ertalab bozorgadan oldin 1 soat, 1,5 soat oldin qo'ylarga hashak solinadi. Buni suyutni yoqilsa, kechqurun 3-4 larda ketadigan bozorga 2 da harakatlanib, 2 da bu suyut yoqilsa, qo'y xotirjam hashagini yeydi. Yana bitta eslatma aka, kechqurun siz savdogarsiz, misol uchun bitta ikkita odamlar keladi. Endi qo'yni ko'rish kerak. Qorong'ida masalan qo'ysa, misol uchun katta kichik ko'rinib qoladi qorong'ida. Buni ko'rsatilsa endi misol uchun yorug'roq bo'lib, haligi qo'y ko'rinadi. Masalan, uzoqroqdan keladigan odam mo'ljal qilib keladi. Mana shu paytda jo'nasak, salqinroqda yetib boramiz, 4-5 larga deydi. Yo'lda nimadir holat bo'lishi mumkin, kech qolib ketishi mumkin. To'g'rimi? Kech qolib qorong'ida yetib kelgan, to'g'risiga klientlarimiz qorong'ida yetib keladigan klientlar ham bor. Ko'p, misol uchun endi salqinroqda yerda deb. Haligi shunaqa monomallarga masalan 6 ta Qur'on suyutini shuni yoqsangiz, mashinlarga ham yorug'i tushadi. Kechqurun keladigan klient bo'lsa, qo'yni chiqarib yuborsak, masalan, klient ham adashmaydi. Qo'y olishda masalan kechqurun qanaqa ko'radi? Xotirjam qo'yni ko'rib ketishadi. O'sha taraflarni ham o'ylanganda endi. O'sha taraflarni o'ylangan. Endi akalar bu suyutni kattaroq qo'yish sababi mana shu narsa. Endi o'zlaringda sharoitlarga qarab suyut tanlab qo'yarsiz. Aynan suyut emas, endi misol uchun boshqa narsa, boshqa narsalar qo'yishlar mumkin. Endi biz shu qo'limizdan kelgancha shu qo'rani qildik, xudo xolasa yaxshi bo'ldi. Endi kim qanaqa kommentariyaga o'zlaringni fikrlaringni yozib ketaysizlar. O'xshagan joyda bo'lsa, o'xshamagan joyda bo'lsa, kimdir usta odam ham ko'radi bu videoni. Fikrlar bo'ladi. Qanaqadir fikrlar bo'ladi. Masalan, biz ham o'ylagan narsamizni, fikrlarimizni qildik. Masalan, qo'ldan kelgancha shuni narsani qildik. Xudo xolasa kimdadir qanaqadir fikrlar bo'lsa, mana bunga bunaqa qilish kerak, yo boshqa yerga bunaqa qilish kerak degan odamlar bo'lsa, kommentariyaga o'z fikrlarini yozib qo'ysalaring. Unga qarab endi qo'shadigan joylarni qo'shib, endi misol uchun buni patolog qilamiz deyishyapti akalar. Unga ham o'z fikrlaring bo'lsa, misol uchun monondan qilsang, mana qara. Masalan, patologdan ham bo'rdan qilinamiz deyapmiz. O'rtasiga falga tashlaymiz deyapmiz. Qanaqadir holat. Endi masalan, issiq o'tkazmaydigan narsa, masalan, mana bundan qilsalaring, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Hamma kommentariyada o'z fikrlaringni qoldirib ketsalaring, xudo xolasa uni ham manfaatli video oladi deb o'ylaymiz. Nimagaki biz ham o'yladik. Rasa o'zimizni hamma fikri o'zi uchun to'g'ri dedi. O'zimizni fikrimiz bilan hamma narsani qildik. Endi masalan, hamma fikrini eshitsak, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'ladi. Hammani kommentariyalarga o'z fikrlaringni bildirib qoldirsalaring yaxshi bo'ladi. Endi akalar bunaqa ham iloji boricha arzonroq bitgani yaxshi. Patolog ham arzonroq bo'lsa, foydali bo'ladi. Ham sifatli, ham narx qulay narsa bo'lsa, yaxshi bo'ladi. Endi hamma narsani shunga qarab qildik biz ham sifatli, ham narx qulay narsa qildik. Endi akalar, misol uchun sifatli narsa
qimmatroq bo'ladi-da. Ha, ag'i ham bor, xudo xolasa haligi. Arzonlari ham bor. Narxi arzon tushadi deb haligi bo'lmaydigan narsani qo'yib ertaga bitta qo'y boqaman deysa, bitta sutsa buzib oladigan bo'lsa, 2 martalab qo'ygandan o'sha narsani bir marta yaxshisidan qo'ygan ya. Ha, ko'p yil xizmat qiladi, xudo xolasa. Akalar, bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qisqacha videomiz shularday bo'ladi. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib, tanish birodarga tarqatib qo'ysangiz chiqmas.